O'zbekistonda bo'layotgan eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'lmoqchi bo'lsangiz, bizni kuzatishda davom eting. Dollar kursining qiymati yangilandi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni hamda videolarimiz ostida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 27-iyun kuni amalda bo'ladigan qiymatini e'lon qildi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 54,63 so'mga ko'tarildi va 12.586,41 so'm etib belgilandi. Yevro kursi esa 220,70 so'mga qimmatladi va 14.758,82 so'm etib belgilandi. Rossiya rubli esa 0,60 so'mga pastladi va 160,42 so'mni tashkil etdi, deyiladi xabarda. Bu xabarni barcha do'stlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.